Assalomu alaykum, e'tiboringizda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Nasibxonov bugungi dasturimizda. Ijtimoiy fond erkin kasb egalariga sug'urta to'lovlarini kamaytirishni taklif qilmoqda. Biz misali gonorarimizning deyarli 20%'ını to'lab turibmiz. Qorasuv bozorida 300 ga yaqin savdo rastalari surdirilmoqda. Sotuvchilar bozor yetakchilaridan norozi. Kitob diqqatlar tanlash kerak-da, bu pullarga sotish kerak bu yerda. Jirg'ash kerak. Mendan buga sotat, bundan oga sotat. Nima foyda? Elda nima qilaylik bo'ladi? O'zganda Gurunch kooperativlari 129 gektar yer bo'yicha talashmoqda. Biz ham chekindi shuni chechib bersangizda. O'sh shahrida 107-marshrut haydovchilari qatnovdan asossiz chetlanayotganliklarini aytishmoqda. Bunga shahar meri Aytmamat Qadirbayevning aloqasi bormi? Bunday mayda-chuyda ishinglarga men kirisha olmayman, o'zaro chechishib oladi deb qo'ydi. Ijtimoiy fond erkin kasb egalariga sug'urta to'lovlarini kamaytirishni taklif qilmoqda. Hozirgi qonun bo'yicha gonorar bilan ishlaganlar uchun sug'urta to'lovining miqdori bir necha marta ko'p bo'lib qolgan. Erkin kasb egasi o'zi yashagan hududdagi o'rtacha ish haqining 10%ni, shuningdek, rag'batlantiruvchi mablag'ning ham shuncha foizini ijtimoiy to'lov uchun to'lash kerak. Taklif qilinayotgan qonun loyihasi bo'yicha gonorarning 10%gina to'lanadi. Agar qonun loyihasi amalga oshsa, erkin kasb egalariga qanday foydasi bor? Bu haqda muxbirimiz aytib beradi. Hozirgi qonun bo'yicha erkin kasb egalari o'rta maoshning 10%ni ijtimoiy jamg'armaga to'lashadi. Shuningdek, agar mukofot puli olsa, uning ham mazkur miqdorini to'lash kerak. Shu sabab qalam haqqi bilan ishlaganlar uchun mazkur to'lov qimmat bo'ladi deyshadi mutaxassislar. Ijtimoiy jamg'arma xizmati sug'urta bo'yicha tarifga o'zgarish kirgizish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqdi. Eski tarif bo'yicha kamsыздандыруу төгүмдөрү ошо лицензия негизинде иштеген жана гонорар сыйатып алгандар үчүн региондордо түзүлгөн орточо эмгек акынын 10% болчу. Азыркы жаңы өзгөртүүлөр боюнча ошо тариф чендери алган гонорарынын сыйкысынын 10% өлчөмүндө белгиленет. Erkin kasb egalariga muxbirlar, yozuvchilar, rassomlar, aktyorlar va advokatlar kiradi. Gonorar olgan mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, agar taklif qilinayotgan qonun loyihasi qo'llov topsa, ular uchun bir qancha imtiyozlar yuzaga kelar edi. Эми ушул мыйзам күчүнө кирип калса, мен ойлойм, баардык биздин адвокаттарга только пайдалуу тармак эле болот. Башка жактан мен ойлойм, ушул мына бөлүнгөн соцфондко берип аткан акчалар жок болот дагы. Qancha adam gonorar alsa, qancha alsa, misal biri 2000 aladi, biri 4000 aladi. Oshundan 10% berib tursa, конечно, bu только foyda bo'ladi. O'sh viloyatida o'rtacha maosh 9417 so'mni tashkil qilsa, uning 10% 940 so'm atrofida bo'ladi. Shuningdek, olgan mukofotning 10% ham qo'shiladi. 5000 so'm atrofida gonorar olgan xodim taxminan 1500 so'm ijtimoiy jamg'armaga to'laydi. Bu esa erkin kasb egalari uchun ko'plik qiladi. Negizi o'zi bunday siyosat barda, adam o'zi qancha ақча topsa, o'shoga жараша keyin dag'i janag'i sotsfondga отчисление bo'lib turib, keyin o'shoga жараша biz pensiya alamiz da. Анан бүт нерсе жанагы ошондой болсо жакшы болмокта. Биз мисалы гонорарыбыздын дээрлик 20%-ын төлөп турчубуз. Бул албетте журналисттер үчүн бул оор эле болчу да. Анан анын үстүндө дагы проекттер иштеп калганда патент еще төлөчүбүз. Анан ошондо алып караганда мындай эсептеп келгенде 17%-дан тияк-бияк кошулуп өтүп дээрлик 20%-ын төлөп калчубуз да. Hozirda ijtimoiy jamg'arma davlat ijtimoiy sug'urta bo'yicha to'lovlarning tarifiga o'zgarishlarni kirgizish haqidagi loyihani muhokamaga qo'ydi. Qorasuv bozorida 300 ga yaqin savdo rastalarini surdirilmoqda. Sotuvchilar bozor yetakchilaridan norozi. Ular bu vaqtgacha ogohlantirilmagani va savdo rastasiz qolishlarini aytishmoqda. Turatali Hoji bozorining yetakchisi ko'chirilayotgan sotuvchilarga boshqa o'rinlar berilishini bildirdi. Surdiruv ishlari olib borilayotgan bozorning yarmi Saray qishloq hukumatiga qarashli. Savdogarlarning noroziligini va yetakchilarning javobini bizning ijodiy guruh tinglab qaytgan. Atanbayef men sarif ne deyatgan? Eldik qila. El bilan kengash qila degan jellavlar. Qana o'sha Atanbayef bilan sarifning so'zlari qanaka? Kim men kengash buzuqtasizlar berlersizlar? 300 ga yaqin sotuvchi bozor rahbariyatiga norozi bo'lishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, savdo rastalarini jildirish bo'yicha ogohlantirilmagan, kutilmagan vaziyatda surdirilish ishlari boshlangan.
Biz o'sha yerda non tap, bor joqni jeb o'tamiz, bola chaqa boqib o'tamiz. Bu yerda qancha yetimlar bor. O'sha yerda non tap, kreditlarni to'lagan bechoralar bor. O'sha urganlar qayoqda qoldi? Bugungi polniy bor joq sotuvchilar bor joq sodadan qoldi. Bananlari chiridi, olmalari sasidi. Bular kimga foyda, kimga zarar? Bozor rahbariyati tartibga keltirish harakatlarini olib bormoqda. Sotuvchilar esa bozordagi tartibsizliklar bu yo'l bilan hal etilmaydi deyishadi. Ularning so'zlariga ko'ra, qizil chiziqdan chiqib ketdi degan bahona bilan savdogarlarni chiqarib tashlab, mazkur o'rinlardan boshqalarga sotib yuborishi mumkin. Bizni boshqajoqda kirishga joy Imini shu dehqonlarni kavlayt, nemaqta kafilalar borlar, kavlayt. O yoqqa pazar emas, mag'oshga yoki semir odam esa urushib, qag'ishib botmaydi u yerga. Imini shu yerga pazar botmay qoladimish. Pazar emas, ona cho'ng'amala botat bu yerga. Bularning o'zlarining qanqilig'i, shu bu dehqonlar kavlash kerak-da, bu pullarga satish kerak bu yerda. Jirg'ash kerak. Mendan buga satat, bundan oga satat. Nima payda elda nima qilaydi bular? Elda uvali var, elda uvali var. Mazkur ishlar 3 kundan beri olib borilmoqda, lekin bozor rahbariyati arosatda qolgan sotuvchilarning noroziligiga e'tibor qaratmaydi. Turatali bozorning rahbari aytilgan so'zlarga izoh berishdan qochib, axiri javob berdi. Şunu siz baksa ayıp sizde öttü. Ben kesin ben atam ben tez. Şunu elmenen kengeşi bundan da yolat, bundan da dese şunu şu bolbaydı la. Buna iyice var eken bana şunu aytsalar. Oğuturgala. Jönön kele kiram ya oğuturgala. Hem oğuturgala. Hep ya oğuturgala. Iyice oğuturgala. Bana oğukala. Daha şu bazarda oturasın. O şükür sonusuga şuru keltirdi. Buna şu proxotga qancha предписание berdi? Bozor rahbariyatining so'zlariga ko'ra, mazkur ishlar hukumatning Qorasuv va Do'rdoy bozorlarini rivojlantirish bo'yicha qarorining asosida olib borilmoqda. Mizansiz qo'yilgan narsalarni tartibga keltirib, hozirgi zamonga bop endi bozor bo'lish kerak-da. So'zning qisqasi nonga olish kerak, karishga olish kerak. Al endi boya unga deganda yetga olish kerak endi. Bor jo'g'ina messe berdi. Egada messe bo'lganda sizga arzon etadi. Anan bir вопрос chiqib o'tadi. Biz bilmedik ele, bizga aytmadik ele. Bu 5-6 yıldan beri oldu. Mizandan çıkıp жерден апрелдердің өздерінің бақында месесін өтіп кеткен, жол жаққа шығып кеткенде, жол жаққа шығып алғанда анан бұл жерден өздері қалағандай беспорядок болған. Аз бұл жерде ең негізі жақсы болып жатады, мына жол кеңірі болып жатады. Анан кейін Тураталы базардың дирекциясынан ешкілердің құқығын тебелөө, жағаларға бір басмырлоо, бір мындай жаман нәрсе жоқ. Бары эле ошо мыйзам чегинде болот. Hozirda surdirish ishlari olib borilayotgan bozorning yarmi Saroy qishloq hukumatiga qarashli. U yerdagi sotuvchilar esa belgilangan chiziqdan chiqib ketganliklari uchun chiqarilmoqda. Bularga предписанияларды 3 sıra bergenmiz. Qog'oz түрүндө регистрациясы менен берилген. Регистрация кылып, qog'oz түрүндө берилген. Бардыгын айтылып, анан акыркы күнү келип туруп анан алып атабыз. Уруксатында жеринде иштете берсин. Баягы эмеси жок. Teknik arxitekturadan emeleri yok. Tek условиялары жоқ да. Qishloq hukumati tezkor xizmat mashinalari kirishiga sharoit yaratishni rejalashtirmoqda. Sotuvchilarning qayerga borishi hozircha noma'lum. Madina Ulug'bek, Adina Do'stinbetova, Argan Qalbek o'g'li, Intimaq. O'zgan shahridagi O'zgan Gurunch kooperativi noqonuniy faoliyat yurgizmoqda. Bu haqda xususiy tadbirkorlar bildirishdi. Aniqroq aytganda, ishxona Mavliyanov nomidagi mutaxassislashtirilgan kooperativning muhri bilan soxta yo'l bilan 128 gektar yerni o'zlashtirib olganligi aytilmoqda. Hozirgi vaqtda yuqorida aytilgan maydonni ikki shirkat teng yarmidan bo'lib ishlatib kelmoqda. Talash bo'layotgan yer kimning nomida ekanligi 3 yildan beri aniqlanmayapti. Bu yer 1994-yilda Qaradaryo kooperativi bo'lib ochilgan. Keyinchalik Mavliyanov nomidagi mutaxassislashtirilgan ishxona tuzilgan. Mahkama 246 gektar maydonga guruch yetishtiradi. Bundan 3 yil avval uning 129 gektarni O'zgan Guruch kooperativi qalbaki hujjatlar bilan o'zlashtirib olgan. Hozirda mazkur kooperativ ikkita ishxonaning nomi bilan ish yuritmoqda deyshadi Mavliyanov nomidagi mutaxassislashtirilgan kooperativning xodimlari. Tergov Tolkali Abdullayevning o'zining yolg'iz mashinasidan tortadi. Biz qancha jolu qayrilib jasadik. Men bilmem qandaydir baratdagi qaytarib keladi. Tergov 2 oyga so'z alingan, biroq 18-aprel kuni tergov muddati bitadi. 2 oy bo'ladi. Tergov ochilganda. Qanday qilib chechadi bilmayman. Biz Allohdan tilab turamiz. Bizda dag'i bir qaragan Xudoyim bo'lsa kerak. O'zgan Guruch kooperativi Mavliyanov nomidagi mutaxassislashtirilgan ishxonaning muhrini tushirib, u yerdagi maydonlarni hech kimning roziligisiz ijaraga bermoqda. Hozir ikki ishxonamda xo'jayini menmin deb turadi Abdullayev. Hozir ham ko'ringan yerdan odamlar to'xtab chiqadi ekan.
барады экен, бирок документальный юстициядан катталганда, эми бул юстицияны удуруп туруп каттаткан Өзген Гуричка директор азырынча. А бирок Мавлановдун директору мына Музафар деген киши 104 кишинин катышуусу менен 73 кишинин колдоосуна алынып туруп директор болгон. Mavlyanov kooperativining rahbarlari mazkur masala bo'yicha 3 yildan beri bir necha idoralarga murojaat qilishgan bo'lsa-da, hali natija chiqmagan. Agar masala o'z yechimini topmasa, mahalliy dehqonlarga ziyon bo'lishi mumkin. Al endi shuni ham olib qo'ysa endi qanday biz endi boshqa odamlarga arendaga berib qo'yib, ana arendasini olib hukumatning budjetiga tushirgan so'zlarni o'qotamiz. Kvitansiya naloglarini ulardan ham olib, bizdan ham olib, shuni biz organlardan so'ranarim. Mizam cheginde shuni chechib bersangizda. Yerimni men 2013-yildan beri ishlatolmay kelaman. O'sha malgachayin, shu malgachayin ishlatolmay kelyapman. Al to'g'ri men O'zgan rayonidagi prokuraturaga, kuch organlariga qayrildim. Ular javob yashirib o'sha bo'ldi. Ikki ishxonaning rahbarlari Mavlyanov va O'zgan Guruch kooperativi ikki boshqa deb ko'rsatishgan. Mahalliy dehqonlar ishxonalari boshqa bo'lgani bilan Abdullayev rahbarlik qilayotgan O'zgan Guruch kooperativi hosildorligi nochor yerga guruch yetishtirib, hattoki soliqlarni o'z vaqtida to'lamasligini aytishadi. Pechat shtamplar bardıq qo'limda жүреді, который мы по акту бардығын РОВД-ның актысы менен списать еткенбіз, bularning qo'lidan qandaydir себептер менен қолдарында жүреді. Бұл жөнінде Prokuraturaga ma'lumot berganmiz 3 sentyabr 2015 yili mana shunday problema bo'lyapti. Hosildorligi nochor yerni dehqonlarga qaytarish va avvalgi ishxona nomini olib yurgan Mavlyanov nomidagi mutaxassislashtirilgan kooperativ sudga 3 yil avval ariza yozgan. Hozirda tergov ishlari olib borilmoqda. 18 aprelda bo'lib o'tuvchi sud yig'inida masala muhokama qilinadi. Majra Ulug'bek Qizajina, Bazarbayeva, Azam Buzrikov, Antimaq. O'sh shahrida 107-marshrut haydovchilari qatnovdan asossiz chetlatilmoqda. Buni bugun ishdan olingan haydovchilar aytib chiqishdi. Ularning so'zlariga ko'ra 107-qatnoviga tender o'tkazgunga qadar vaqtinchalik kuzatuv olib borgan kompaniya ularning o'rniga boshqalarni pul bilan kiritmoqda. Taxminiy summasi 50 ming so'm atrofida. Liniyadan chetlatilgan haydovchilar hozir boshqarib kelgan kompaniyaga qaraydi. Shu sababli eski xodimlarga bosim o'tkazilyapti degan fikrni aytishmoqda. Batafsil muxbirimiz bayon qiladi. Joriy yilning 19-yanvarda 107-marshrut qatnoviga tender o'tkazilgan. Unda Jengish Trans va City Line yuk mas'uliyati cheklangan jamiyatlar ishtirok etib, ikkisida ham marshrutlarning soni belgilangan me'yorga yetmagan. Shu sabab tender 3 oyga qoldirilgan. Bu orada 107-marshrut haydovchilarining ayrimlari City Line yuk kompaniyasiga qo'shilib ish tashlashgan. Shundan keyin nazorat qilish ishlari Jengish Transdan City Line yukka vaqtincha topshirilgan. Ayrim haydovchilar ayni damdagi rahbarlar ularga qo'shilmagani uchun ta'ziya ko'rsatishganini aytishmoqda. Yemeden 4 önünü bugünkü günge aldı. Onun danileş planda bardığına 25 maçta şopurda aydaş gerek. Allah'ın planı için. Hem Cengiz Trans'tan benim kaçıkan biz. O şol Cengiz Trans'ta kaçıkandan bardı geç gerek. Linyadan. Şunda kılıp biz işten chetlet koyduk. Tenderдің емесін результатын чойып City Line'ға временно өткөрүп берген убактылуу. То тендер ам деп. Тендерге чейин кийинки тендер болгонго чейин bir машина иштен кетилбесин деп талап койгон. АТПнын жетекчиси Нурлан. Ого карабай, кайтып мына 2-айдын башында дагы 3 машинаны айдап атат иштен. 3 шопур болуп барсак АТПга. Bunday mayda chida ishingizga men kirisha olmayman, o'zaro chechishib oladi deb qo'ydi. Haydovchilarning so'zlariga ko'ra, ayni damdagi rahbarlar ularni 3-marotaba ishdan chetlatishmoqda. Ilk marotaba 11 haydovchini asossiz ishdan bo'shatgan. Yo'lovchilarni tashish agentligining ishtiroki bilan ular qayta ishga olingan, keyin esa 3 nafarni. Hozirda bir haydovchini qo'shib, jami 4 haydovchini reysdan olib qo'ygan. O'rnimizga boshqa haydovchilarni pulning aralashuvi bilan ishga olishmoqda deyshadi haydovchilar. 40 mingdan 50 minggacha olinadi har bir mashina. Hozir o'sha City Line jalan o'zine qarashli odamlar dab kelib qo'yib atat. Jengiz Trans bilan tenderga borgan shoplarning barini ishdan haydab atat. Bu hozirgi tenderga hozirgi bizning merning qaynisi qiziqchiligi bor ekan, o'shaning teshesi bor ekan. Murunqi direktorimiz Mirzahmatovning shu tug'andari bo'lib ketadilar. Alsıroq. Shu tesheli bo'lsin.
Haydovchilar qo'shimcha qilganday vaqtincha nazorat qilayotgan rahbariyat reys uchun beriluvchi narxni ham qimmatlatib olgan. Avval 600 so'mdan bo'lsa, hozirda 700 so'mdan oshgan. 107-marshrut reysida transportlarning soni ko'p deyilgani bilan boshqa haydovchilarni qabul qilishmoqda. Vaziyat tegishli xizmatlarga ham bildirilgan. İşten aluu, işten getirүү, oşo işke çıkpay koyuu, liniyaga koybay koyuu, al maселелерине biz apıkta girişpeybiz. Biz oso menен gana işleşебиз. Бүгүнкү күндө ошо City Line уюткка берилген 3 айга. 3 айда ол кандай иш алып барса, ошол осо өзү чечет. Reysdan chetlatilgan haydovchilarning oldi 107-marshrutda 15 yildan beri ishlagan, ko'pchiligining qarzi ham bor. Boshqa chorasi qolmagan haydovchilar O'sh shahrining vitse-meriga ham murojaat qilishgan. Осону жетекчисин таап, жолугуп, ушул ар бир айдоочунун тагдыры жөнүндөгү маселени эмне үчүн мындай чечимди кабыл алып аткандыгын тактап мага билдирет. Сизге Нурлан Абдыкадырович 2 күндүк мөөнөт берем. Бүгүн жумуш күнүнөн барып туруп, эртең-эртеменкиге мага тактап бардыгын маалыматты алып келип коесуз. Андан кийин биз кайра дагы эгерде мындай туура эмес мыйзам бузуучулук болсо, эгерде туура эмес бир чечимдерди кабыл алган болсо, анда алып жөнүндө маалымат беребиз. Vitse-mer haydovchilarga vaqtincha boshqarish topshirilgan kompaniyaga hozirgi mer Aytmamat Qadirbayevning aloqasi yo'q ekanligini qo'shimcha qildi. Ana men түздөн-түз айтып коеюн, ал City Line'нын жетекчиси Тимур деген жигит экен. Ал таптакыр башка жакта иштеген мэриянын структурасына тийиштеши жок адам. Анан эми ар кандай бир мындай каралуундагы бир сөздөрдү таратуундагы бир мындай нормасы болуш керек деп ойлойт. Садиев Мурат деген киши жетекчиси. Мен анын мурунку мерге туугандыгы жөнүндө эч кандай маалыматым жок экен. Ал киши менен иштештик акыркы мезгилдерде. Өзү дагы келип, мындай эч кандай арыз ушундай бир мурунку мердин тууганы болгон үчүн куугунтук алып атам деген бир кайрылуусу болгон эмес. Vitse-mer City Line Yug mas'uliyati cheklangan jamiyat ortida Qadirbayevning yaqinlari turibdi degan so'zlarni saylov oldidagi siyosiy o'yin bo'lishi mumkinligini bildirdi. 4 nafar haydovchining ishdan chetlatilish sabablarini esa tegishli xizmat o'rganib chiqib, shunga yarasha chora ko'rilishini ta'kidlab o'tdi. Hozirda 107-reysda 63 marshrut ish faoliyatini olib bormoqda. Bu vaqtgacha bizning telekanal O'sh shahrining Alimbek Dadha istirohat bog'idagi tartibsizliklar to'g'risida lavha tayyorlagan edi. Unda savdo rastalarini ko'payib, dam olish maskani torayib borayotgani to'g'risida yashovchilar aytishgan edi. Shundan keyin obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish xo'jalik kombinati dam olish maskanini tartibga keltirish bo'yicha qaror chiqargan. Biroq bu yerdan oddiy savdogarlar chiqarilib, yetakchilar egalik qilgan savdo joylari olinmagan deb ijarachilar norozi bo'lib chiqishdi. O'tgan haftada Intimaq telekanali orqali Alimbek Dadha istirohat bog'idagi tartibsizliklar haqida lavha efirga berilgan edi. Unda savdo rastalari ko'payib, dam olish joylari ozayib borayotganligi aytilgan. Mazkur ma'lumot berilgandan keyin ko'p vaqt o'tmay savdo joylarini tartibga keltirish vazifasi berilgan. Savdo joylarini tartibga keltirishda O'sh shahridagi rahbarlarga tegishli rastalar olinmay, kichik savdo rastalarini olinishi aytilgan. Bunga norozi bo'lgan sotuvchilar bugun bizning telekanalga murojaat qilishdi. Eğlegen bolsak biz jarım skamekan bir arada oturguchuna oturuşubuz mümkün da. Anан чоң павильондар, bir павильонда 4-5 skamekan ордун элейт. Неге ошолор жылбайт, чыкпайт дагы 1 метр квадрат болгон биз чыгышыбыз керек ошол жерденчи. Чоң көркөлөрдү алсын мисалы үчүн. Биз уличный торговля, биз мисалы үчүн мына азыр алып келип койдукпу? Азыр ишибиз бүтсө алып барып коюп коебуз ордуна местага. Порядок менен иштеп келгенбиз жылда эле. Месталарыбызды көрсөтүп берет, биз как положено арендатор катары арендаларыбызды убагында төлөп келебиз. Sotuvchilarning so'zlariga ko'ra, u yerdagi katta savdo rastalari o'rnatilganiga 3 yil bo'lgan. Ularning har biri shahardagi idora rahbarlariga tegishli. Ушул жердин жетекчиси Айгүл Наватова Жанбаевна, ушул мына магазин ошолго карайт. Мына Азамат деген тики болчу мына павильон. Бул киши налогуйда иштеген киши болчу. Бир эле немедин ордуна 6 скамейка бата турган жерди ээлеген. Айгүл Наватованын магазини турган жерге 2 скамейка коюла турган жерди ээлеген. А биздин машиналар ачык айкын моундай жерлерде турчу. Мына Айгүл Жанбаевнаныкы эртең менен ачылган азыр култанып калды. Силердин келишиңерге байланыштуу бардык нерсе култанып жабылып, азырынча иш жок турат. Bu borada ko'kalamzorlashtirish kombinatining ijaraga berish bo'limi rahbari aytilgan ma'lumotlarni inkor qildi. Наватованыкы эмес. Бул жердеги бир айтып коюн кызыктуу нерсени. Бул жердин баардыгына мен дагы кирсем Наватовдун колу менен кирем. Бул кыз кирсе дагы Наватованын колу менен кирет. Ошондуктан Наватова деген сөз мындай айтканда баардыгына Наватова жооп берет. Наватова кол коюп атат да, туурабы? Анан
akasi kim, atasi kim, аны men bilbeyim. Sen bana kim dogovor tuzgan bolsa, oşonun pasportu menен kelет. Биздин коньяк саткан павильондорду чыгарбайсыз. Экинчи жагы, мен бул жерде не при чем? Новатова не при Мен чем? спокойный, мен мындай неметпеген адам эле, мынашына мамиле кылып келдим. Чоң мына аткаминерлердин немелери калат экен да. Биз эмне үчүн биз мына карапайым эле экенин сиз күчүңүз билеңиз жетет бизге. Эмне үчүн ошо чоңдордун немесине жетпейт? Айлам мага буйрук берилген нерсе чыгарылат. Алар чыгарылып эле көчөгө ташталбайт. Алар башка эс алуу жайларына коюп беребиз. Мындай да, чоң мага бүгүндө майда сода нерселерин ал дедиби, ошону табыз. Раз алынабы? Анда буларды кылабыз. Mamajon Abdukarimov qo'shimcha qilganday, davlat komissiyasi tomonidan Alimbek Dodxo istirohat bog'ini tartibga keltirish uchun 1 oy muddat berilgan. Mazkur muddat davomida belgilangan savdo rastlari olib tashlanadi. Madina Ulug'bek, Ajina Do'stmbetova, Azam Buzrekov, Intimaq. Batkenda aygul guli gulladi. Go'zalligi bilan ko'rgan kishini lol qoldirgan gulni ko'rish uchun turli tomonlardan kelganlarning soni ko'paydi. Shu bilan birga gulni saqlab qolish harakatlari ko'rilmoqda. Bu tashabbus mahalliy yashovchilar tomonidan qo'lga olindi. Ular kelgan mehmonlarga tushuntirish ishlarini olib borishmoqda. Aygul guli haqida muxbirimiz batafsil hikoya qiladi. Ma'lum bo'lishicha, aygul gulni sanoqligina davlatlarda uchratish mumkin ekan. Mazkur gul Qirg'izistonning Botken viloyatida ham o'sadi. O'z go'zalligi va maftunkorligi bilan ko'pchilikni o'ziga rom etgan gulni ko'rish uchun davlatning barcha hududlaridan mehmonlar tashrif buyurishadi. Doim reklama qilib ko'rsatiladi, aygul to shunday ulug', boshqa joylarda yo'q bu gul deb. O'shoning sababidan bana hisob bilan shu laylakka kelib qoldik, laylakdan ketib partib o'z ko'zimiz bilan ko'rayli. Shu to'di bor bu ziyorat qilib ketaylik deb keldik elada. Aygul gullerini gördük. Allah Teala nasip kılgan ekan. Muşu buzun ayında turup aygul gülü körelek biz. Anan şu başka жаққа şehirlerge çıksak, sizler aygul gülüge жақынсыңар, көргөнсүңөр dese men жалган айта албай, ооба деп көргөнбүз деп коем да. Şu быйыл bir барып насип кылса барып көрүп келейикчи деп келдик. Кызымдын атына aygul койгом. Şu aygul гүлдөгөн малда төрөлгөн март айында. Баткенде бирле өргүзар эмес, айгүл гүлдөө бар да. Туура, бул айгүл гүлү Баткен жеринде өсөт, башка жерлерде өспөйт да. So'nggi yillarda aygul gul kamayib borayotganligi sabab viloyat ma'muriyati tomonidan gul o'suvchi tog' atrofi panjaralar bilan o'ralgan. Undan tashqari har yilda maktab o'quvchilari tomonidan gulni himoya qilish tashabbusi qo'lga olinib kelinmoqda va mehmonlarga tushuntirish ishlari olib boriladi. Joriy yilda ham bu kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aygul tashni qaragani keldik. Odamlar ziyorat keyindirga tushuntirib aygul gulni uzbegile deymiz. Hozir o'ta jaqda da ballar жүрөт, shular qarashadi. Biz pastcha jaqdagilарды qaraymiz. Odamlar kelsa, qari qartinglar kelsa, olib chiqib ko'rsatib, qayta olib tushgunga yordamlashamiz. Aygul guli o'zingday ochılıptır. Har bir salmon cho'qtoy gulga to'la. Alandağı gullardan xanışasın. Arnağım var özüne ırga qo'sha. Aygul guli noyob gullardan bo'lgan sabab 1978-yili SSSRning Qizil kitobiga kirgizilib, himoya ostiga olingan. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra mazkur gulni Afg'oniston tog'larida ham uchratish mumkin. Bizda esa aygul gul Botken viloyatining ramziy ma'nosiga aylangan. Endi dunyoda bo'layotgan voqealarga nazar tashlaymiz. Ozarbayjon va Armaniston chegarasida joylashgan aniqlanmagan hudud, aniqroq aytganda o'zini avtonom respublika deb e'lon qilgan Qorabog' oblastida qurolli to'qnashuvlardan keyin moddiy ziyonlarni hisoblay boshladi. Ta'kidlab o'tsak, 2-aprel kuni Ozarbayjon qurolli kuchlari bilan o'rtada otishuv ro'yxatga olinib, to'qnashuvda 40 nafarga yaqin harbiy halok bo'lgan. Shu bilan birga 100 nafardan ortiq kishi jarohat olgan. Qorabog' avtonom oblastining yashovchilari 2-apreldagi qurolli to'qnashuvdan keyingi moddiy ziyonlarni hisoblab chiqishmoqda. 5-aprel kuni ikki tomonlama otishuv to'xtatilib, tinchlik shartnomasi tuzilgan. Biroq Ozarbayjon hukumati o'zini avtonom oblast deb atagan Qorabog' tomonidan shartnoma buzilganini aytib chiqdi.
Hozirda bahsli hududda vaziyat barqaror, shunday bo'lsa ham ba'zi vaqtlarda otishuvlar ro'yxatga olinmoqda. Мы жили спокойно, просто вот эти 3 дня... Biz tinch yashab jatqanmiz, biroq aqirqi 3 kun ichinde abdan o'g'ir bo'ldi. Tinimsiz o'g'atular, jardiruv, aytor bari qo'rqinchli. Terezalar talqalanib, duallar qulagan. Arg'asidan yer to'ligi jashni o'tirdik. Мы оттуда убежали в подвал. Bu kichik shahar Gorades. Bu yerda yashovchilar ham qonli voqeaning guvohi bo'lishgan. Bizga qarata Leletepe adiri tarafdan tinmay o'q atib jatishdi. Uyda jashinib o'ltirgandan boshqa hech narsa qila olmadik. O'zini respublika deb e'lon qilgan Qorabog' hududi rasman Ozarbayjon tarkibida, biroq yashovchilarning asosiy qismi armanlardir. Ozarbayjon bilan Armaniston Qorabog' hududida mojaroni 1994-yili to'xtatgan edi. Shundan buyon bu yerda kichik kelishmovchiliklar ro'yxatga olinib kelingan, natijada o'tgan haftada tartibsizlik yuzaga kelib, u qurolli to'qnashuvlar bilan yakunlangan. Armaniston kuch tizimlari va Qorabog'ning harbiylari orasidagi qurolli to'qnashuvda 30 nafarga yaqin harbiy halok bo'lgan va 100 nafardan ortiq mahalliy yashovchilar jarohatlangan. Ozarbayjon taraf qancha harbiylardan ajralganini hozircha ommaga ma'lum qilmadi, biroq ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 16 nafar harbiy halok bo'lgani aytilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturimizda yaxshi xabarlar bilan nazarlashguncha omon bo'ling.